yoshi ulug' onaxonlarni, otaxonlarni uzoq safarga o'zlarini yolg'iz chiqarmagan ma'qulroq. Har qanday safar bo'lsin, umra bo'lsin, haj bo'lsin. Safar ko'rmagan, vatandan uzoqqa chiqmagan insonlarda yoshlar bir joyga borib qolgan vaqtda umraga, hajga shunday jo'natib yuboramizda, keyin xursand bo'lamiz. Aslida bu xursand bo'ladigan holat emas. To'g'ri, ibodatga jo'natganligimizda xursandmiz, lekin agar haqiqiy farzand bo'ladigan bo'lsa, solih farzand bo'ladigan bo'lsa, ota-onasini oldida o'zi birgalikda kelib o'shalarning xizmatini qilib, duosini olsin. Endi xo'p, ota-onalar keldi, ibodat qilishyapti. Ba'zi ota-onalarni ko'rib men hayron qolaman, har soatda farzandlariga hisobot berishadi. O'g'lim ertaman, Makkadaman, Madinaman, Haramdaman, Tofdaman, Saydaman degan hisobotlarni berishadi. Alloh rozi bo'lsin, jo'natdingiz, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Endi ota-onangizni ozgina xoli qo'ying, va xotirjam ibodat qilsin. Butun umr farzandini deb o'tdi. O'zini sog'ligidan, umridan, hamma narsasidan voz kechib, hamma narsani siz uchun berdi, farzand uchun berdi. Endi o'zi uchun ozgina ibodat qilaman degan vaqtda ham sizga hisobot beryapti. Bu qanday holat endi? Shuning uchun azizlar, ota-onamizni o'zimiz yolg'iz safarga jo'natmaylik. Xo'p, jo'natdikmi, ularni ozgina xoli qo'yaylik, xotirjam ibodat qilsinlar.